hayotingizda o'zgarishlar bo'lishi uchun avval komfort zonadan chiqishingiz kerak. Komfort zona xavfsiz zona hisoblanadi. Shuning uchun ham inson u yerdan chiqqisi kelmaydi. Chunki bu yerdan bir qadam chiqishi bilan albatta insonda qo'rquv boshlanadi. Ya'ni ishonchsizlik, boshqalarning fikriga qaramlik holati, boshqalar nima deydi degan holat bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerdan chiqqandan keyin agar boshqalar nimadir desa, inson yana komfort zonasiga qaytib oladi. Lekin bundan chiqmaguncha insonning hayotida yangiliklar bo'lmaydi, o'zgarishlar, rivoj bo'lmaydi. Shuning uchun komfort zonadan qo'rqmasdan chiqing, qo'rquv zonasini yengib o'ting, boshqalarning fikrini, gumonlaringizni yengib o'ting. Shundan keyin sizda o'qish va o'rganish zonasi boshlanadi. Siz kurslarda, treninglarda o'rganib yoki kitoblardan hayot haqidagi bilimlarni o'rganganingizdan keyin siz o'zingizdagi boshqalarning fikriga qaramlikni, qiyinchiliklarni yengib o'tasiz. Demak, undan keyingi zonamiz bizda o'sish zonasi hisoblanadi. O'sish zonasida inson o'z hayotini mas'uliyatini oladi va boshqalarning fikriga bog'liq bo'lmagan holatda produktiv insonga aylanishni boshlaydi va maqsadlariga erishishni boshlaydi.